tekin, hech qanaqa pullarga nostrifikatsiya, pastrifikatsiya hech narsaga ishonmang. O'zingiz shunday topshiring, onlayn orqali topshiring, Goslug orqali topshiring. Juda ko'p videolarim bor. O'zingiz topshiring. Mana siz meni ko'rib turganingizdek, mana shu telefonim orqasida hech kim ko'rmaydi. Hech kim ko'rmaydi. Sizga kim yordam berdi, kim boshqa qildi. Lifehacklar aytyapman. Anglaguvchi aql egalari uchun bu tushunarli bo'lishi kerak. Va siz mana shunday onlaynda topshirasiz. Dars nimani? Ekzamenni. Onlayn topshiraman desangiz, offlayn topshiraman desangiz, o'zingiz fiziki qadimgidek kelib topshirasiz universitetga. Lekin onlayn topshiraman desangiz, mana shunday notebookdan yoki planshetdan boshqa narsadan topshirasiz, kamerasini yoqib qo'yadi, boshqa qiladi. Звучит qilishingiz mumkin. Masalan, Yevropaga oynani kim ochgan? Qaysi podshoh ochgan desa, masalan, Pyotr I. Masalan, o'qiyapsiz. Tagligisini ham tagida 3 ta nimani yozishingiz kerak. Aleksandrmi, Nikolaymi, Pyotr I mi? Tushunyapsizmi? Aks sadolar sizga yordam beradi. Tushunguvchilar uchun. Endi o'qishga kirib oldingiz. Перевод pasport, перевод diplom. Bo'ldi. Shuni PDF faylni skachat qilib, registratsiya qilasiz. Iyul oyida. Qarabsizki, topshirib qo'ying. Sizdan nima ketdi? Yoshingiz qaysida? 60 ga kirmaysizmi? 78 yoshli otaxon topshirdi Checheniyada. 68 yoshlimi Tataristonda topshirdi. 72 yoshli bir ayol topshirdi. To'g'ri, ular o'zi uchun для души deydi-ku, o'qimoqchi. Ammo o'sha sizda ham vaqtingiz kelib qoldi, boshqa qildi. Agar universitetni bitirgan bo'lsangiz, nimaga topshiring? Magistraturaga topshiring. Bo'lmasa aspiranturaga topshiring. Nostrifikatsiya masalasini ham aytib o'tay. Nostrifikatsiya masalasi diplomlar, kollej diplomlari nostrifikatsiyasini siz universitetga o'qishga kirganingizdan so'ng universitetda международный отдел orqali 6000 dan 10000 rubl atrofiga Moskvaga jo'natib o'z universitetingiz qildirib beradi yoki o'zingiz qilasiz. O'qishga kirishadiganlarning eng katta laxatroni shu asosan pulda oladigani 1,5-2 dollar oladigan nostrifikatsiya uchun. Mayli omadini bersin, qandaydir lo'qlar qoldiradigan bo'lsa. Lekin o'zingiz agar nostrifikatsiya saytiga kirsangiz ham Moskva orqali 6000 dan 10000 rublgacha shunaqa, agar yana bu yil oshmagan bo'lsa 15000 bo'lar. O'zingiz to'lov qilib diplomingizni nostrifikatsiya qila olasiz. Qarabsizki, volla, nostrifikatsiyaga vaqtingiz bor iyulgacha. Agar siz yana bir lifehack O'zbekistonda 9 da bitirgan bo'lsangiz, qo'lingizda kollej diplomi yo'q, Moskvaga ketib qolgansiz shu paytlarda. Bo'ldi, 9 da bitirgansiz. Qanday kirishim mumkin deydigan bo'lsangiz, o'zingizni o'qigan maktabingizga borasiz. Mana hali erta, hali maygacha bor. Hujjatini taxlaysizda aytasiz. Eksternat bo'lib topshiraman. Ekstern degan sizga 11-sinf attestatini imtihonlarni o'tasiz 11-sinflar bilan va sizga ekstern degan 11-sinfning attestatini beradi, shahodatnomasini. Shu orqali keyin universitetga kirasiz. Attestat kollej diplomidan ko'ra yaxshiroq. Nostrifikatsiya demaysiz, shunday перевод qilasiz, o'tib ketasiz. Va O'zbekistonning notarius orqali перевод qilganingiz ham o'tadi o'qishga kirishingiz uchun. O'sha yerda общежитияni qilasiz, o'sha yerda xullas hamallasiz bo'ladi. Azizlar, videomiz 20 minutga yaqinlashib qolyapti. O'zingiz bilasiz nima qilishdi, nima qo'yishdi. Shunda ham biz sizlarga lifehack ko'ra aytib o'tayapmiz, azizlar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh.